fuqarolarning sog'liqni saqlashga qaratilgan kasalliklarning oldini olish, tashxis qo'yish, davolash, reabilitatsiya qilish, tibbiy ekspertizadan o'tkazish hamda tibbiy xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq kasbiy faoliyat tibbiy faoliyat hisoblanadi deb belgilab qo'yilyapti. Endi 41-moddada tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham maxsus komissiyaning xulosasiga asosida xalq tabobat usullaridan foydalangan holda tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi deb qo'yilgan. Bu ikkalasi bir-biriga zid emasmi? O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2018-yil 12-oktyabrdagi PQ 3968 qaroriga muvofiq qaror belgilangan topshiriqlar ijrosi yuzasidan 2018-yil 29-dekabrda 3111 davlat raqami bilan o'sha adliyadan ro'yxatdan o'tkazilgan xalq tabobati usullaridan foydalangan holda tibbiy faoliyatni ko'rsatish tartibi va hajmlari to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Vazirlar Mahkamasining 80-sonli o'sha tibbiy faoliyat bilan shug'ullanishni litsenziyalash tartib-tamoyili to'g'risidagi qaror bilan tasdiqlangan 20-ilova talabidan kelib chiqib belgilangan tartibda xalq tabobati vakillari ham o'sha litsenziyalash shartlari asosida litsenziya berish orqali ruxsat beriladi. Shu to'g'rimi? Shunday ro'yxatdan o'tkazishinglar shu tartibni degan savolni qo'yapti. Tibbiy bilimi bo'lmagan odamga litsenziya berish to'g'rimi deyapti. Tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi xalq tabobati usullaridan foydalangan holda tibbiy xizmat ko'rsatish faoliyatini litsenziyalash bo'yicha maxsus komissiyaning ruxsati bilan deyilyapti. Tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan, to'g'ri, ba'ziviy ma'lumoti bor. Biz bilamizki, Vazirlar Mahkamasining 319-sonli qarori bor, malaka oshirish va qayta tayyorlash va 80-86 litsenziyalash to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarorlari bor. Bu albatta xalq tabobati usullari bo'yicha qayta tayyorgarlikdan o'tish kerak bo'ladi. Litsenziyalash talabi bu. Qonunda ham bor. Qayta tayyorgarlikdan, ya'ni litsenziyalash o'sha xalq tabobati to'g'risidagi qayta tayyorgarlikdan o'tgandan keyin bu litsenziya ola oladi. Litsenziya olgandan keyin faoliyat ko'rsata oladi.